Hurmatli tadbirkorlar, yer qa'ri uchastkalaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'lishingiz, firibgarlar tuzog'iga tushib, aldanib qolmasligingiz uchun sizlarni ogohlikka chaqiramiz. Yer qa'ri uchastkasidan foydalanish huquqini o'zga shaxs foydasiga voz kechayotgan, ya'ni sotayotgan tadbirkorlardan ruxsatnomasini talab qilganingizda, uning qalbaki emasligini tekshirishingiz lozimligi. Buning uchun esa siz yqfm.uz saytiga kirib, ruxsatnomani tekshirish bo'limini tanlab, ruxsatnoma ma'lumotlarini kiritib, ushbu ruxsatnomaning haqiqiy yoki qalbakiligini aniqlab olishingiz mumkin, yoki yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Davlat muassasasi mutaxassislari ruxsatnomaning haqiqiy yoki qalbaki ekanligini aniqlab, sizlarga ma'lum qiladilar. Agar ruxsatnoma qalbaki ekanligi aniqlansa, hujjatlar vakolat doirasida ko'rib chiqish uchun huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga yuboriladi. Bundan firibgarlarning ko'zlagan maqsadi yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi nomidan qalbaki ruxsatnomalarni tayyorlab, ularni tadbirkorlarga noqonuniy yo'l bilan sotishdir. Sizlarga quyidagi ma'lumotni ham eslatma sifatida ogohlikka chaqirgan holda ta'kidlab o'tishimiz lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-noyabrdagi 4518 sonli qaroriga muvofiq daryolar, o'zanlarda qum shag'al materiallarini qazib olish, faqat ularni tozalash jarayonida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi huzuridagi Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasi tomonidan belgilangan tartibda shartnoma asosida jalb etilgan tadbirkorlik subyektlari va boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi. Hamda ushbu qarorga asosan yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasi tomonidan daryolar, o'zanlarda qum shag'al materiallarini qazib olish va ularni geologik jihatdan o'rganishga ruxsatnomalar bermasligini ma'lum qilamiz. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yilning 17-yanvaridagi suv havzalarida noruda materiallarni qazib olishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 14-sonli Prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2024-yilning 1-may kunidan e'tiboran Chirchiq, Sangzor, Zarafshon, Norin, Qashqadaryo va Surxondaryo daryolari o'zanlaridagi noruda materiallarni qazib olishga muddatsiz moratoriy joriy qilindi. Hozirda korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadlariga faqat tashkiliy huquqiy vositalar bilan erishib bo'lmasligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda. Jamiyat kushandasi bo'lgan ushbu illatga qarshi kurashishga nafaqat davlat tashkilotlari, balki jamiyat va umuman barcha fuqarolarimiz mas'uldir. Zero davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining barcha qatlamlari, eng yaxshi mutaxassislar jalb qilinmas ekan, jamiyatimizning barcha a'zolari, ta'bir joiz bo'lsa, halollik vaksinasi bilan emlanmas ekan, o'z oldimizga qo'ygan yuksak marralarga erisha olmaymiz. Biz korrupsiyaning oqibatlari bilan kurashishdan uning barvaqt oldini olishga o'tishimiz kerak. Aziz yurtdoshlar va hurmatli tadbirkorlar, ogoh bo'ling. O'zingiz bilmagan holda korrupsion holatlarga aralashib qolmang. Zero oluvchi qo'l ham, beruvchi qo'l ham, o'rtadagi vositachi ham korrupsiya sodir etuvchidir. Yer qa'ri uchastkalaridan foydalanish bilan bog'liq davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonida asossiz talablar, sun'iy to'siqlar hamda boshqa noqonuniy holatlar kuzatilganda, yer qa'ridan foydalanish markazi davlat muassasasining ishonch telefoni orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.